Agrar soha iqtisodiyotning muhim tarmoqlaridan biri bo'lib, oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashning asosiy manbai hisoblanadi. Ayni kunlarda surxondaryolik mirishkorlar joriy yil hosili uchun yetishtirilgan g'allani yig'ib olish va g'o'zani parvarishlash ishlarini jadal suratlarda olib bormoqda. Kuni kecha Surxondaryo viloyati hokimi Ulug'bek Qosimov hududlarda sohada amalga oshirilayotgan ishlar bilan tanishdi. Dastlab viloyat o'simliklar karantini va himoyasi boshqarmasi tasarrufidagi fitosanitariya laboratoriyasining yangidan rekonstruksiya qilingan binosida yaratilgan sharoitlar ko'zdan kechirildi. Mas'ullar tomonidan laboratoriyani ishga tushirish, litsenziya olish hamda zamonaviy xizmatlarni yo'lga qo'yish bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar haqida axborot berildi. Viloyat rahbari eksport jarayonlarida talab etiladigan barcha xizmat turlarini yo'lga qo'yish, tadbirkorlar uchun xizmat ko'rsatish tartibini yanada soddalashtirish bo'yicha tegishli vazifalarni belgilab berdi. Shundan so'ng Angor tumanida videokonferens aloqa tarzida o'tkazilgan yig'ilishda agrar sektordagi ustuvor 12 ta yo'nalish bo'yicha vazifalar ijrosi muhokama qilindi. Jumladan g'alla o'rim yig'imi, g'o'za parvarishi, chorvachilikni rivojlantirish, xorijdan naslli chorva mollarini olib kelish, samarasiz bog'lar o'rnida superintensiv sanoatlashgan bog'lar tashkil etish, dala chetlaridan samarali foydalanish hamda boshqa yo'nalishlar bo'yicha mas'ullarning axborotlari tinglandi. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining islohotlarni amalga oshirishda istiqbolli tashabbuslarini yanada qo'llab-quvvatlash bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi farmoni asosida yo'lga qo'yilgan kelajak uchun istiqbolli tashabbuslar forumi g'olibi vohamiz vakili Zokir Yo'ldoshev o'z loyihasi va tashabbuslarini taqdimot qildi. Muhokamadan so'ng viloyat rahbari Angor, Muzrabot, Sherobod, Qiziriq, Jarqo'rg'on va Termiz tumanlaridagi g'alla o'rimi jarayonlari hamda g'o'zani agrotexnik parvarishlash, xususan Shinjon usulida ekilgan maydonlardagi ishlar bilan tanishdi. Xususan Muzrabot tumanidagi Olmazor vohasi fermer xo'jaligida g'allaning har gektaridan 110 sentnergacha, Sherobod tumanidagi Abdunazar Hayitaliyev fermer xo'jaligida esa 64 gektar maydonga ekilgan g'allaning har gektaridan 100 sentnergacha hosil olinmoqda. E'tiborlisi, o'ndan ortiq fermer xo'jaligi o'rim yig'im mavsumining dastlabki kunlaridayoq davlatga g'alla topshirish bo'yicha shartnomaviy rejalarni ortig'i bilan bajardi. Viloyat rahbari mas'ullarga g'alla o'rim yig'imini uyushqoqlik bilan sifatli tashkil etish, hosilni qisqa muddatlarda hamda talofatsiz yig'ib olish, shuningdek, g'o'za parvarishida barcha agrotexnik tadbirlarni belgilangan muddatlarda samarali amalga oshirish yuzasidan tegishli tavsiya va ko'rsatmalar berdi.